Siz homiladorsiz. Uzoq muddatli davolanishdan keyin yoki tayyorgarlikdan keyin yuzaga kelgan homiladorlikni 3 ta qismdan iborat. Birinchi trimestr eng muhim deb aytiladi va bu trimestrda nimalarga diqqat qilishimiz kerak, nimalardan uzoq turishimiz kerak va bizada organizmimizda o'zgarishlarni qaysi biri normal holat yoki patologiya ekanligini bilib olmoqchi bo'lsangiz, aynan bu video siz uchun foydali. Salkam 20 yillik reproduktolog va ginekolog tajribamga tayangan holda menga murojaat qilgan patsientlarimda birinchi trimestrda eng ko'p uyg'onadigan savollarni 3 qismga bo'lib oldim. Birinchisi bu birinchi trimestr o'zi nima? Ikkinchi savol esa bu holatda ayol kishida bo'ladigan o'zgarishlar va uchinchisi bu o'zgarishlarni qaysi biri normal holat va qaysi biri patologiya. Bular haqida to'liq ma'lumotni olish uchun bugungi videoni oxirigacha ko'ring. Aslida biz homiladorlikni shartli ravishda 3 ta trimestrga bo'lib olamiz va birinchi trimestr juda muhim deb aytamiz. Chunki birinchi trimestrda bu urug'lanish davri va urug'langan tuxum hujayrani bachadonga birikish davri. Birikkandan keyin birinchi biza eshitadigan yurak urish pulsatsiyasi va har bir a'zolarning rivojlanib eng kichik holatdagi embrionlarimizni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni birinchi trimestr tugaganda biza mittigina bolachani ko'ramiz va qolgan davrlarida mana shu hosil bo'lgan a'zolarni sekin asta kattalashayotganini ko'rishimiz mumkin. 12 haftani yakunlovchi homilani biza 8,5 sm holatda tasavvur qilamiz va buni yana ham chiroyliroq tasavvur qilishimiz uchun kivi mevasi holatida bo'ladi. Birinchi trimestrning o'zini ichida ham 3 ta muhim hafta hisoblanadi. Bu haftalarning birinchisi bu 5-hafta. 5-haftasida implantatsiya yakunlanadi. Ya'ni bachadon ichiga suqilib kirish jarayoni yakunlanadi va bundan keyingi haftada biz albatta homilani yurak urishini ultratovush orqali ko'rishimiz kerak bo'ladi. Ikkinchi muhim hafta esa bu 8-hafta hisoblanadi. 8-haftasida har bir a'zolarning rivojlanishi jadal boshlanadi va 3-haftasi esa bu 10-hafta hisoblanadi. Chunki mana shu 10-haftadan keyin sekin asta progesteron ishlab chiqaradigan bizning tuxumdondagi ovulyatsiyadan keyin hosil bo'lgan sariq tana o'z vazifasini sekin asta bachadon ichi platsentaga, ya'ni yo'ldoshga topshirishni boshlaydi va buni natijasida jadal gormonal o'zgarishlar boshlanadi. Endi keling ikkinchi savolga o'tamiz. Homiladorlikda ayol kishida bo'ladigan o'zgarishlar. Birinchisi bu charchoq holati. Charchoq holati bu tabiiy hisoblanadi. Chunki bizda bo'layotgan o'zgarishlar hisobiga organizmda adaptatsion holat va bunga nisbatan biza charchoq his qilamiz va buni yengish uchun iloji boricha agar siz oldinlari tushlik paytida dam olmagan bo'lsangiz, albatta dam olish siz uchun foydali hisoblanadi. Ikkinchi simptomlardan bittasi bu ich qotish. Ich qotishning sababi bizda haddan tashqari progesteron gormonini ishlab chiqarishi nafaqat bachadonni bo'shashtiradi, bir vaqtda o'zida ichaklarni ham peristaltikasi, ya'ni harakatini sekinlashtiradi. Shu sababdan sizda ich qotish kuchayishi mumkin. Buni oldini olish uchun albatta iliq suv iste'mol qilish, ya'ni yetarli darajada suv iste'mol qilishingiz va yengil harakatlarda ochiq havoda yurishingiz peristaltikani yaxshilash imkoniyatini beradi. Uchinchi eng ko'p uchraydigan simptomlardan bittasi bu ko'kraklarni dag'allashishi. Bu ham normal holat hisoblanadi, chunki aynan birinchi trimestrda maksimal darajada ko'kraklarga sekin asta sut yig'ilishni boshlaydi va bu holat sizda qattiqlashishi, kattalashish kabi holatni yuzaga keltiradi va bu siz qo'lingiz bilan tegganingizda og'riqlar sezishingiz mumkin. To'rtinchi eng ko'p uchraydigan simptomlardan bittasi bu haddan tashqari sezuvchan bo'lib qolish, hidga, ta'mga sezuvchan bo'lib qolish va buni natijasida toksikoz deb aytiladi.
Aynan shu toksikoz holati 50-80% ayollarda uchraydi va buni oldini olish uchun iloji boricha biza reproduktolog sifatida homiladorlikka tayyorlanish holatida 3 oydan 6 oygacha foliyaviy kislotani qabul qilishni tavsiya qilamiz va bu ilmiy ish darajasida isbotlangan. Organizmda mineral, vitaminlar yetishmovchiligi sizda bo'ladigan toksikozni yana ham og'ir darajasiga olib kelishi mumkin. Shu sababdan siz rejali ravishda homilador bo'lib, bu holatni oldini olishingiz mumkin. Va oxirgisi tez-tez hojatga borish. Bu holatni sababi sekin asta kattalashayotgan bachadonni uni oldida joylashgan qovuqqa bosim hosil qilganligi hisobiga sizda bunday hislar bo'lishi mumkin. Lekin buni patologik holatdan ajratib olish uchun sizga beriladigan savollarga to'g'ri javob berishingiz kerak. Bu tez-tez borish, qandaydir achishish va borish natijasida sizda borgan sari og'riqlar kuchayotgan bo'lsa, bunday holatda albatta peshobni topshirib, sizda siydik yo'llarida qandaydir yallig'lanish bor yo'qligini aniqlab olish kerak bo'ladi. Esimdan chiqibdi. Yana eng ko'p beriladigan savollardan bittasi bu homiladorlik bo'lgandan keyin nimalar yeyishim kerak deb ko'p so'rashadi. Bu savolni javobiga individual yondashamiz. Sababi siz turadigan joyingiz va homiladorlik yuzaga kelgan fasl ham juda muhim. Sababi Alloh yaratgan har bir narsa bejiz emas. Har bir faslni yetilib chiqadigan meva va sabzavotlari aynan bizni organizmimizda o'sha vaqtga kerakli bo'lgan mineral va vitaminlarga boy bo'ladi. Ya'ni siz iloji boricha sizda yuzaga kelgan homiladorlik davrida pishig'i bo'lgan mevalar va sabzavotlarni ko'proq iste'mol qilishingizni tavsiya qilamiz. Chunki sizga kerak bo'lgan vitaminlar aynan shu sabzavot va mevalarda hisoblanadi. Sizni yashaydigan hududda o'ziga xos bo'lgan mevalar va sabzavotlar sizga ko'proq foyda beradi. Shu bilan bugungi videomizni yakunlaymiz va sizga bu videomiz ma'qul kelgan bo'lsa, manfaatli bo'lgan bo'lsa, albatta bizni kuzatishni davom eting va kerakli bo'lgan insonga jo'natib qo'ying.